Namanganda kuchli do'l yog'ishining oldini olish uchun bulutlarga maxsus snaryadlar uchirildi. Alazan seriyasidagi do'lga qarshi raketalar 1960-yillardan buyon SSSRda qo'llab kelingan. Uning 6-versiyasi 2000-yilda ishlab chiqarilgan. Xabaringiz bor, shu kunlarda O'zbekistonning qator hududlarida kuchli yog'ingarchilik sabab sel kelish holatlari kuzatilmoqda. Xususan 19-may kuni Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanida kuchli yomg'ir yog'ishi natijasida yig'ilib kelgan sel suvlari yo'lni kesib o'tib Langardaryoga quyilgan. Bundan tashqari viloyatning Yakkabog' tumani Qo'rg'oncha hududida kuchli yomg'ir yog'ishi natijasida yig'ilib kelgan sel suvlari tog' jinslarini oqizib kelgan va yo'lni to'sib qo'ygan. Bundan tashqari Toshkent-Termiz yo'nalishidagi avtomobil yo'lini ham sel yuvib ketgan. Xuddi shu kuni Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida do'l hodisasi kuzatilgan. Ayni holat Jizzax viloyati G'allaorol tumanida ham qayd etilgan. Namangan viloyati Pop tumanida esa qir-adirliklarda yog'gan intensiv jala ko'rinishidagi yomg'irlar yog'ishi natijasida Pop tumani Chorkesar qishlog'i hududidan sel suvlari oqib o'tgan. Bildirilishicha, Namanganda bulutlarga ta'sir ko'rsatish ishlari shu kabi hodisalar ko'lamini kamaytirishga qaratilgan. Qayd etilishicha, konvektiv bulutlarga ta'sir ko'rsatish ishlari olib borilganidan so'ng ham qisqa muddatli do'l hodisalari kuzatilib turishi mumkin.